Assalomu alaykum. Qizim, qalaysiz? Ya, zo'r narsalar. Bismillah, o'qiysan-da. Abi. Kichkina qani? Bog'chada. Assalomu alaykum. Opa, to'yimsiz? Bu kichkina o'g'ilga tushamiz. 32 tushamiz. Mana tushamiz. Yana bor. Qizimga bo'lsa kerak. Nechinchi sinf bo'ldingiz? 23 ekan. Yo'q, 23 ekan. Iloyim o'g'lim ham katta bo'lsa, sizlarga o'xshagan bo'lsin. Boshqa nimasidan kelishini buni. Nima dedim, mutasaddi. Masala oyoq ekan, ha? Yelkalari ham yaxshi keldi. Qulluq bo'lsin. Nima dedi? Rahmat, sizga qaytdi. Buni mana ayir beradi. Sizga. Bu katta qizimga tushadimi? Nima ham ko'rinsa? Mana Bo'lsin. Birinchi Ular unaqa so'ylay tushmagan. Nega unaqa? Mana o'zking Nega unaqa ko'ylak kiyishmaydi? Ular ustidalarni ham qo'shnilarimiz olib chiqqan. qo'shnilarniki yurish oldimi? Shularni Nima opa? Mana yostiq. Yostiq jilid, bu opangizga. Bu mana dasturxon. Ana. bitirmasa ko'z yadi. Yana Bu topishga mana. Mana bu uyingizda oyoq ekan-ku. nima dedi? Chiroyli keldi, ha? Zo'r keldi. Mayli, sog' bo'ling, qizim. Rahmat dedi. Sog' bo'ling. Xo'pda, yaxshi o'tiringlar, ha? Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'pda, opa. O'tiringlar, Sog' bo'linglar. rahmat, sog' bo'linglar. Ilohim, so'zlaringga Xudo baraka bersin. Manjolang sog' bo'lsin.